Voy, tezroq qo'yish kerak. Opa, qo'ydim. Ha, vau, cho'l ko'ryapsizlarmi? To'kilib ketibdi ozgina. Mayli. Salom sizlarga. Men Kompot, bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Короче, men o'zimga kofe oldim. Ya'ni kofe tayyorladim. Ertamanga endi ichsang mazada. Короче, hozir men shu kofeni ichaman maza qilib. Aytgancha pecheni kerak-ku. Pechenim bormikan? Cho'tak pecheni yo'q. Nima qilaman endi? Pecheni yo'q. Qanday qilaman? Xo'sh, hech qayerda yo'q, noma bo'lmaydi. Olmaman, yo'q, olma bo'lmaydi. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Hayronman. Hamma hozir qishloqqa qo'ng'iroq qilaychi qo'shnimga. Xo'sh, iltimos ola qol. Ha, eshitaman. Qishloqqa juda ham katta muammo. Hisobman, nima bo'ldi? Qanaqa muammo? Menda pecheni tugab qolgandi, senda yo'qmidi? Men bir narsa bo'libdi-kan debmini. Iltimos qishloqqa, voy, o'chirib qo'ydi. Ha, mayli, kimga qo'ng'iroq qilsam? Ha, bo'ldi, oq qishloqqa qo'ng'iroq qilaman. Hozir, xo'sh. Ha, nima bo'ldi, Kompot? Men qo'ng'iroq. Haligi oq qishloqqa sening uyingda pecheni yo'qmidi? Menga kerak edi-da. Tushunmadim, qanaqa pecheni? Men hozir shahardaman. Qishloqqa menga juda ham zarur. Men hozir kofe olgandim. Kofem hozir sovib qoladi. Menimcha sandig'imda bo'lishi kerak edi. Sandig'imda bor pecheni. Hop, menga bo'ldi, qo'ng'iroq qilma, yaxshi shahardaman. Rahmat, oq qishloqqa, rahmat. Sen juda ham yaxshisan. Qo'yamiz, endi ketdik uyiga. Xo'sh, la. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi maza qilib pecheniman botirib yeyman. Xo'sh. Salom oq qishloqqa, aytgancha uyida yo'g'irdik-ku hozir. Salom. Mayli, sandig'ini qaraylikchi, nimalar bor? Bu nima bo'ldi? Yoqmadi. Nima? Bu qanaqa narsa bo'ldi? Menga aniq bo'ldi. Mana pecheni. Menga 3 ta pecheni yetsa kerak. Ha, yetib qoladi. Qani yana nimalar bor ekan? Xo'sh, qarab ko'raylik. Bu cho'chqa yeymayman. Konfet, mazza-yu. Mazza qilib yeyman buni ham. Xo'sh, yopamiz. Endi esa ketdik. La. O'zi ham yaxshi ham topib qoldimi? Konfetni mazza qilib botirib yeyman buni ham qo'shib olib. Mazza. Xo'sh, la. Mazza. Bilasizlarmi bolalar? Haligi kofeman, haligi pechenim botirib yesak mazza dedi, to'g'rimi bola? Mazza. Hop, qo'yamiz bo'ldi va endi botirishni boshlaymiz. Mazza. Tugab qolibdi-yu. Mayli, pecheni uncha ham ko'p emas. Mayli, konfetka bor-ku. Mayli, konfetini qo'shamiz. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Tushunmayapman. Nima bo'ldi? Men buni ichidaman. Salom. Nima? Tushunmayapman. Voy, bola, men qanaqa qilib buni ichiga tushib qoldim? Yordam beringlar, kim bor? Kim bor? Yordam beringlar, kim bor? Hech narsani tushunmayapman. Bu qanaqa konfet bo'ldi o'zi? Birdaniga kechrayib qoldim buni yeganimda. Endi bu yerdan qanday chiqaman? Qanday chiqsam bo'ladi? O'ylash kerak. Qanday chiqaman? Iltimos, kimdir bormi? Bu yerdan chiqsa bo'ladimikin? Xo'sh, chiqa olmayapman. Vashchi chiqish iloji yo'q bu yerda. Qanday chiqsam bo'ladi? Bo'la qaraylar bu yerda. Men chiqa olmayman. Qaraylar, buni bakalning ichida qolib qolganman. Qanday chiqaman? Qandaydir konfet meni kichkina yetirib qo'ydi. Hayronman, qanday chiqishga ham. Ha, ishlarimni ham bitdim. Xo'sh, Kompotmani so'ragandi mendan. Ha, aytgancha pecheni so'ragandi. Ha, sandig'imda pecheni bor edi. Qolgan narsalar bor edi. Haligi konfet bor edi. Konfetga tegmaydi u. Nima? Konfet. Endi nima qilaman? Konfet bor edi. Hozirroq qo'ng'iroq qilishim kerak. Tezroq qo'ng'iroq qilishim kerak. Iltimos, ola qol. Yetolmayapman. Nima? Qo'ng'iroq qilishyaptimi? Yo'q, qo'ng'iroq qilyapti. Olishim kerak, nima qilib bo'lsa ham olishim kerak. Qo'ng'iroqni ola olmayapman. Juda ham kichkinaman men, iltimos. Yeta olmayapman. Yordam beringlar, kim bor? Ichishim kerak, ichaman. Yo'q, bola, buni icha olmayman, qornim og'rib qoldi. Bola, hech qachon chiqa olmasam kerak bu yerdan. Qo'ng'iroqni ham ola olmayapman. Endi nima qilaman?
Kapot telefonini olmayapti, qo'ng'iroq qilyapman. Buni bekor yedim, bekor aytib qo'ymabman. Bu juda ham kichkina qiladigan konfet edi. Men buni laboratoriyamda ishlatmoqchi edim. Endi nima qilaman? Tezroq 13-qishloqqa borishim kerak. Yordam, kim bor? Oğlum men bu yerda 2 soatdan beri o'tiribman. Hech kim kelgani yo'q. Juda ham charchab ketdim. Mana buni ichaverib ham boshim aylanib ketdi. Ikkinchi kofe ichmayman. Bekor kofe ichibman o'zi. Nimaga ham qildim? Qandaydir konfet yeb endi buni ichidaman. Xuddaki tuzoqqa o'xshaydi. Meni tuzoqqa tushirib qo'yishganga o'xshaydi. Kim bor? Yordam. Endi Tuk, kapot, qayerdasan? Kapot qani? Kapot, eshityapsanmi? Kapot qani? qishloqqa, iltimos menga yordam ber, qishloqqa. Qani qishloqqa? Ha, mana ekan qishloqqa. Iltimos yordam ber, qishloqqa. Allo, qishloqqa. Eshityapsanmi, qishloqqa? Iltimos yordam. Kapot judayam shirin. Kofe qoldirib ketibdi. Nima tosh eshitilyapti? Nima tosh qayerdan kelyapti? Hech narsa tushunmayapman. Mayli, nima? Va nihoyat meni ko'rdi. Urre! Kofega pasha tushib qoldi. Mayli, men ketdim. Nima? Qanaqa pashsha? O'zingsan pashsha. Yordam! Qayoqqa ketding? Endi men nima qilaman bu yerda? Men bu yerda qolib ketdim. Endi nima qilaman? Qanday chiqaman? O'ylash kerak. Qanday chiqsam bo'ladi? Nima? Bu nima bo'ldi? Sahar? Yo'q. Bola, sahar ozgina qolibdi. Shu sahar bilan chiqamiz. Hozir qanday chiqsam bo'ladi? Qayoqqa? Xo'sh, sekin qo'yamiz. Хорошо. Opa. Sizgina opa. Endi yetsak kerak menimcha. Yo'q, yetmayapmiz biz. Bu yerda endi bir umrga qolib ketaman aniq. Endi nima qilay? Nima qilsam bo'ladi? Nima qilaman? Qanday chiqishim mumkin? Qanday chiqsam bo'ladi? O'ylash kerak. Menga kim yordam beradi? Tezroq bo'lishim kerak. Tezroq. Xo'sh, sekin. Yana kapotni bosib olsam, yana bekordan bekor. Xo'sh, kapot, qayerdasan? Hozir men seni topaman. To'xtab tur. Iltimos, qimirlamay tur hozir. Cho'ntam yerda yo'q. Qani so'duqda tekshirchi? Yo'q, konfetni ham olib ketgan. Demak, u o'zini uyida. Tezroq shoshilishim kerak. Tezroq qanisan, kapot. Hoziroq tezroq borishim kerak uyga. Xo'sh, mana uyga. Hozir kiramiz. Kapot, hozir men seni topaman. Qayerdasan, kapot? Tushunmadim, nimadirda ovozi kelyapti. Nima? Qishloqqa. Men gapirganim juda ham holim yo'q. Haldan beri baqirdim, lekin hozir baqirgan holim yo'q. Qishloqqa. Baribir u meni eshitmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Kapot, qayerdasan? Men bilaman, konfet yegan edi. Qishloqqa, men bu yerdaman. Qishloqqa, daji sakrasam ham ko'rin. Kapot ko'rinmayapti. Demak, u bu yerda emas. Demak, u tashqari chiqib ketgan. Hozir tashqarini qidirishim kerak. Qishloqqa hozir ketib qoladi. Nima qilsam bo'ladi? O'ylash kerak. Ha, menda konfet bordi. Konfet, xo'sh, juda ham qattiq otishim kerak. Xo'sh, juda ham qattiq. Nima tushdi? Kapot nima patologdami? Qani patologda hech kim yo'q-ku. Qani bu nima? Nima? Konfet. Demak, u shu yerda. Shu yerda qayerda bo'lishi mumkin? Menga otgan. Qani, qayerda bo'lishi mumkin? Shu yerda. Kapot. Qishloqqa, bu men. Qishloqqa, iltimos meni qutqar. Hozir men seni qutqaraman. Hozir 5 minut. Rahmat, qishloqqa, juda ham rahmat. Uzr, kapot, men senga aytishni unutibman. Konfetni yeyish mumkin emasligini, uni kichkinaytirib qo'yish mumkinligini aytish esimdan chiqib qoldi. Yo'q, bu yerda aybdor sen emassan. Bu ayb menda. Men seni konfeting so'ramasdan oldim. Men seni tushunaman, lekin hamma ayb menda, chunki men senga aytishni unutibman. Yo'q, bu yerda sen aybdor emassan. Agar sen qutqarmaganingda men bu yerda bir umr qolib ketaman.
va senga shokolad. O, rahmat. Qishloqqa juda ham yaxshi odamsan-da. Mayli, hech qisi yo'q. Ataga aytarsam emas-ku. Mayli, sen yeysan-da maza qilib. Rahmat. Sendan yaxshi qishloq yo'q. Shokoladmi? Menga ham beringlar shokolad. Yo'qol, sen meni anday deding. Nima? Qanaqa? Nima dedim? Haligacha, короче, meni pashsha deding. Menga barmi? Sizlarman, men kompot bo'ldim. Keyingi videolarımda ko'rishguncha hammaga xayr bola. Qaranglar, mayli, konfetni maza qilib yeyman.